Bu joy haqida ko'pchilik farg'onaliklar rosti bilmas ekan. Lekin men ham jonli ko'rmagandim Hasanda. Mana hozir buni ko'ryapmiz. ko'rib, Wow. Dahshat. Ozgina axlat endi. qo'rqinchli, Ozgina qo'rqinchlik. Qorong'i. O'tishlaydi nima bor ekan? Voy. Qo'rqinchli ekan-a? necha yil lekin adashmasam. Operatorimiz ham qo'rqib ketdi. Operator. Gap bo'lishi mumkin emas. Farg'onaliklarning ko'pchiligi mana shu joy haqida ham so'rashdi. Ko'rsatib qo'yasiz. Bu joy o'zi nima? Mana joy rostdan ham o'zi nima bu? Menimcha transformator, qanaqadir elektrga bog'liqlik joy bo'lsa kerak. Menimcha Tevadagi Farg'ona darvozasining svetlarini balkim boshqaruvchi joy bo'lsa kerak. Qadrdonlar, agarda siz farg'onalik bo'lsangiz, mana shu yer osti yo'lidan o'tganmisiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Videoni esa farg'onalik tanishingizga yuborib qo'ying. Albatta, keldingizmi? Menga o'xshab Hasanboyga o'xshab videosini ko'rib turib, bir martaga bo'lsa ham o'tib ko'ring. Instagramimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar.